Assalomu alaykum ahli hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi keng pechkamiz. Namangan viloyati yangi qo'rg'onga yetib kelganmiz. Qaysi qishloq? Navkent qishlog'iga kelib o'rnatib berdik. Mana xizmatlar bo'lsa, vodiy bo'ylab videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lasizlar. 1 metrli pechka. Arbisibga ishlar bilan mana urib, yoqib berdik. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqarasizlar. 2,5 ga 5 xonalar ikkitasiga mana isitib beriladi. Old tarafi 1.5likda 1 metrli 1.5liklarda ikkita duxovka bo'ladi, ikkita обороты bo'ladi. Ikkita обороты bo'ladi. Orqa tomoni orqadan ko'rinish. Uyda sement xum, shippadan chiqadigan bo'lsa azib turba, joylar ochiq bo'lsa, anaqa ishlarni o'qadi. Pishgan mahomashni o'qadi. 50 tadan 150 tagacha tosh ketadi. Xizmatlar vodiy bo'ylab aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.